Qadimgi Xorazm tarixidagi eng muhim shaxslardan biri Xorazmshoh Farasman hisoblanadi. Farasman ismi Avesta tilidan tarjima qilinganda osmon gumbazi egasi, osmon va yer orasida turuvchi ma'nolarni bildiradi. Miloddan avvalgi 4-asrda Xorazm shohi bo'lgan. Farasman makedoniyalik Aleksandrga ittifoqchilik qilish taklifini bergan sanoqli hukmdorlardan biri sifatida tarixda qolgan. Xorazmshoh Shimoliy Qora dengiz mintaqasiga qo'shma yurish qilish taklifini bergan. Lekin Aleksandr Hindistonga yo'l olishni afzal ko'rgan. Aleksandrning yurishi paytida So'g'd qo'mondoni Spitamen va Bes makedoniyaliklarga qarshi kurashish uchun Farasmanni jalb qilishga umid qilishadi, ammo Xorazm hukmdori donolik bilan urushga kirishdan tiyilgan. U Aleksandrga bo'ysunish kafolati va ittifoq tuzish taklifi bilan elchilik yuborishni tanlagan. Arrianga ko'ra, Farasman 1500 otliq bilan miloddan avvalgi 328-yil bahorda Aleksandr bilan uchrashish uchun Zaryaspga yetib borgan. Uning tushuntirishicha, Xorazmshohning yerlari Kolxlar va Amazonkalar yerlari yaqinida joylashgan edi. Farasman Aleksandrga bu qabilalarni ham, Qora dengiz mintaqasi yerlarini ham zabt etishni taklif qiladi. Buning uchun u harbiy yo'lboshchilar va barcha zarur narsalarni taqdim etishini aytadi. Quint Kurtsirufning yozishicha, miloddan avvalgi 328-yil yozida Aleksandr Marakandaga borgan. O'z hududlarini massagetlar va daxlar yerlari bilan birlashtirgan Xorazm shohi Fratafern esa Aleksandrga bo'ysunish kafolati bilan elchilik yuborgan. Hekkel qadimgi mualliflar tomonidan tilga olingan Farasman va Fratafern bir xil shaxs ekanligini ta'kidlaydi. Rapoport Fratafern Xorazm shohi bo'lgan va u o'g'li Farasmanni Aleksandr huzuriga yuborgan degan gipotezani ilgari surgan. Rtveladze esa o'sha davrda Amudaryo deltasida ikkita Xorazm shohligi mavjud bo'lishi mumkinligini aytgan. G'arbiy davlatni Farasman, sharqiy davlatni esa Fratafern boshqarganini ta'kidlaydi. Balaxvantsev bu gipotezani noto'g'ri deb rad etgan. Diakonovning so'zlariga ko'ra, Xorazmning qo'shnilari orasida kolxidaliklarning tilga olinishi turli tarixiy shaxslarning, ya'ni Xorazm shohi Farasman va Iberiya shohi Farasman ikkining adashtirilishidir. Biroq, bu Xorazm va Qora dengiz mintaqasi o'rtasidagi chuqur aloqalarni inkor etmaydi. Balaxvantsev Aryan o'z asarini Farasman ikki Iberiyada taxtga o'tirmasdan oldin yozganini ta'kidlaydi va bu ikki shaxsning noto'g'ri chalkashtirib yuborilishi ehtimolini rad etadi. Shu bilan birga, tarixchi arxeologik dalillarga ko'ra, Xorazm va Kolxida o'rtasida savdo yo'li mavjud bo'lganligini ta'kidlaydi. Xorazmning yerlari bilan chegaradosh, Amazonkalar jamiyati matriarxat xususiyatlarini saqlab qolgan savromatliklar bo'lishi mumkin. Tarixda Farasmanning niyatlari haqida bir qator qarama-qarshi nazariyalar mavjud. Shofman, Farasman makedoniyaliklar bilan urushdan qochishga harakat qilganiga ishongan. Ahamoniylar imperiyasi Markaziy Osiyo mintaqalarini qiyinchilik bilan tinchlantirganini tushungan Aleksandr, qudratli Xorazm bilan ittifoq tuzishni va imperiyasi chegaralarining bir qismini himoya qilishni tanlagan. Bosvort Farasman o'z qudratini makedoniyaliklar armiyasi yordamida qo'shni hududlarga kengaytirishni niyat qilganini ta'kidlaydi. Klemenov Aleksandrning gipotetik yurishi Farasman uchun juda foydali bo'lishini mumkin edi degan. Natijadan qat'iy nazar, makedoniyaliklar armiyasi zaiflashgan va endi Xorazmga tahdid sola olmagan bo'lar edi. Bundan tashqari, Qora dengiz mintaqasiga borish yoki Xorazmning qo'shnilari hududiga bostirib kirish Aleksandrning Farasmanga to'liq qaramligini yuzaga keltirar edi. Qurg'oqchil dashtlarda uzoq vaqt qolish makedoniyaliklarni Xorazmga oziq-ovqat va suv ta'minotida to'liq qaram qilib qo'ygan bo'lar edi. Farasmanning fikrini o'zgartirib qolishi esa makedoniyaliklarni omon qolmaslik ehtimoli yoqasiga olib kelgan va Aleksandrning butun armiyasini yo'q qilgan bo'lar edi. Shundan so'ng, Xorazmshoh sobiq Ahamoniylar imperiyasining hukmdorsiz hududlari hisobiga o'z hududlarini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin edi. Shu nuqtai nazardan, agar Farasman taklifi qabul qilinganda edi, mifologik qahramonlar, argonaftlar, Gerakillar, Teseylar va Axillar tomonidan jang qilingan afsonaviy Kolxlar va Amazonkalar haqidagi hikoyalar ta'sirida mashhurlikka intilgan Aleksandrni o'zi uchun halokatli bo'ladigan yurish qilishga ko'ndirishga qaratilgan hiyla qurboniga aylantirgan bo'lar edi. Aleksey Farasman elchiligi davrida Aleksandr skiflar ustiga yurish qilishni ko'rib chiqayotganini ta'kidlaydi. Biroq, G'arbiy Qora dengiz mintaqasini egallash kerak bo'lgan Makedoniya Frakiya gubernatori Zopiryonning mag'lubiyati tufayli bu yurish amaliy ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Shuning uchun, Aryanning so'zlariga ko'ra, Aleksandr Farasmanga minnatdorchilik bildirgan va u bilan ittifoq tuzgan.
Ammo Qora dengiz yerlariga bostirib kirish Hindistonni bosib olgandan keyin boshlanishini aytgan. U Farasmanning yordam berish taklifini kechiktirishni so'ragan va Xorazmshoh Xorazmga qaytib ketgan. Uni kuzatib qo'yish nazoratini Baxtir satrapi Artabazga ishonib topshirgan. Nima bo'lganda ham Farasmanning diplomatik siyosati o'zi kutganiday ish bergani aniq. Chunki u shu yo'l bilan Xorazm davlatini Aleksandr hujumidan saqlab qolgan va davlat mustaqilligini kafolatlagan. Xorazmshoh Farasmanning keyingi taqdiri noma'lum.